Hammaga assalomu alaykum. Bu videoda kraskaga tayyorlagan devorlarimizning kачествосini ko'rsatib beraman. Buni $100 pul va shu 2,5 metrlik pravlardan tekshiraman. Operator yaqin olib kel. Так, следующий. Yana bittasini ko'rsatamiz. Devorlar kraskaga почти tayyor. Bularni biz hammasini shpaklovka surish, shlifovka qilish jarayonlari lampa losif bilan bo'lgan. Devorlar kачествоsi Q3 standartlariga javob beradi. Mana shunaqa podgotovka, pokraskaga podgotovka qilish kvadratini usta akalar, sizlar nechta bilan qilyapsizlar? Kommentariyada yozib qo'yinglar.